What's up aka-ukalar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Mana yo'q joydan kontent kelib qoldi. Dilmurod akam, Mr. Dustin, Humoyun. Hozir mana konditsioner qilyaptilar Dilmurod akam. Hozir ko'rib olib qoldi. Joyda o'qib qoldi. Agar freonni yozib qo'yibdi, freonnini o'zingiz o'z boshimchalik bilan havoga chiqarib yuborsanglar, apparatda qilmasdan $500,000 shtraf ekan. Shunaqami, Dilmurod aka? O'shaning uchun o'sha apparatga kelib, ustaxonaga kelib qildiringlar. Keyin yana bitta kontenti, generator ko'ryapsizlarmi? Xitoyni qo'yishgan, bir oyga bormagan, pishgan. Xitoy emas, aftermarket. Menimcha originalni qo'yinglar, almashtirishyapti. Kompressor bilan generatorni almashtirishyapti. Shunaqa. Biletlar nima bor? Bilet tugagan, yo'q bilet. Tugadimi? Qolmadimi? Hozir yetayotgani 1000 so'mga. 1000 so'mga borda. 137-sektor. Mr. Dastinga chiqsanglar, bilet ham bor futbolga.